Lipid atamasi turli xil molekulalarni o'z ichiga olsa-da, metabolizmda u asosan yog' kislotalarining parchalanishi va sintezini anglatadi. Yog'lar ovqat bilan olinishi mumkin. Yog' to'qimalarida zaxira sifatida saqlanadi yoki ortiqcha uglevodlardan jigarda sintez qilinadi. Ovqat orqali tushgan yog'lar asosan ingichka ichakda hazm bo'ladi. Bunda o't suyuqligi, safro tuzlari va oshqozon osti bezidan ajraladigan lipaza fermenti ishtirok etadi. O't tuzlari yog'larni emulsiyalaydi, ya'ni ularni yirik tomchilardan mayda tomchilarga ajratadi. Shu orqali lipaza fermenti ta'siri osonlashadi. Ya'ni eritrotsitlar ichida yog' kislotalari va glitserin yana birlashib triglitseridlarni hosil qiladi. Triglitseridlar xolesterin bilan birga xilomikronlar deb ataladigan yirik lipoprotein zarrachalariga qadoqlanadi. Lipoproteinlar suvda erimaydigan yog'larni suvli muhitda tashishga yordam beradi. Xilomikronlar limfa kapillyarlariga o'tadi va keyin qon oqimiga tushib, yog'larni to'qimalarga yetkazadi. Qon kapillyarlari devorida lipoprotein, lipaza deb ataluvchi ferment mavjud. Bu ferment triglitseridlarni yog' kislotalari va glitseringa parchalaydi. Natijada ular to'qimalarga o'tishi mumkin bo'ladi. U yerda ular yoki energiya olish uchun oksidlanadi, yoki qayta esterlanib zaxira sifatida saqlanadi. Jigarda sintez qilingan yog'lar boshqa turdagi lipoprotein, juda past zichlikdagi lipoprotein tarkibida to'qimalarga tashiladi. Lipid almashinuvi uglevod almashinuvi bilan chambarchas bog'liq. Glitserin glikoliz oraliq mahsulotiga aylantiriladi. Yog' kislotalari esa beta oksidlanish yo'li bilan parchalangan holda asetil-KO 2 uglerodli birlik hosil qiladi. Bu modda keyin limon kislota Krebs sikliga kiradi. Ko'plab yuqori energiyali molekulalar hosil bo'lib, elektron tashish zanjiriga uzatiladi. Agar asetil-KO ortiqcha miqdorda hosil bo'lsa, u keton tanachalarini sintez qilishga yo'naltiriladi. Glukoza yetishmovchiligi vaqtida keton tanachalari ayniqsa miya uchun muhim energiya manbai hisoblanadi. Ammo keton tanachalari kislotali bo'lib, ularning haddan ortiq ko'pligi qon plazmasining buferlash qobiliyatini buzadi va metabolik oksidozga olib keladi. Bu holat koma va hatto o'limga sabab bo'lishi mumkin. Ketosidoz diabetning og'ir asoratlaridan biridir.